tuturuqsiz. Şah. Esta, bu yerden esnep gözlerim yumulup kalgan. Sen çokum. Ay, unda kımıdın. Yok, olmaydı. Kayta oynayımız. Ha? Bek uşukken sen. Yeni olmayımız dep deyişken tursak. Bek tuturuqsizken sen. Nime? Tuturuqsiz? Tuturuqsiz degen nime gep emdi? Men fakat düşünemedim. Bu degen bir idiom. Sana bu idiom haqidagi hikoyani so'zlab beray. Yig'iliq davrida har qaysi davlatlar o'zaro urushib, hammasi o'zi xon, o'zi bey bo'lishni o'ylab, fuqarolarga ko'ngil bo'lmaganini ozdab, yana nurg'un tabiiy ofat yuz berib, fuqarolarning turmushi qiyin ahvolga qolibdi. Padişahimiz urush qilishni biladi. Azaldan biz fuqarolarga ko'ngil bo'lmaydi. Tamaq yemeginimizga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Hatto tilamchilik qilg'idek madorimiz bu qolmadi. Meni qilgan podshoh davlat urush qilgan sari namratlashib ketdi. Hatto bizmi aram xudo kun kechiramidik. Amchi! Oliylari zukamdab qaptilar. Dorilarni ichib olsalar. Hozir dori ishkidek vaqtimi yo'q. Qarab turib, kichikina bu davlatiga yengilib qoldik. Ajab ochchig'im kelyapti. Oliylari xafa bo'lmag'aylar. Ems kulsam bo'lamdi. Hech bo'lmaganda menga madad beruvchilar bo'lmasimi, orqasab yordamchilar bo'lsin kelsa bo'ladi. Aslida fuqarolarning silini qo'llamag'inidan xafa bo'lib o'tibdilar-da. Yo'lvas aybidan qo'rqmas debdikan. Meni kasal chaqlab qolgan o'xshaydi. Hozirning o'zini berib, mingizdan fuqarolarni qanday jazolash to'g'risida ta'lim ep kelay. Ming'iz birodar, bir ish to'g'riliq, sizdan ta'lim olay deb kelib edim. Bu qitimqi urushda qo'l ostimdagilardan 33 odam o'ldi. Biroq fuqarolar o'z amaldorlarining o'lib ketayotganligini ko'rib turibmi, qutqizmayotdi. Bu fuqarolarni o'ldirib etay desam, ular bak ko'p bo'lg'ashqa o'ldirib tugitib etmagidekman. O'ldirmay desam, ularning niyati bak qor ekan. Ayting-a, zodi qanday qilsam bo'la? Ha? Qahatchilik yillarda fuqarolarga qanday muomalada bo'lgan-tili? Ularga kuyindi. Mening urush qilishimmi fuqarolarni baxtli turmushga erishtirish uchun. Planlarga yaxshi ekan. Balkim asrda bo'lmasa kerak. Hozir ochliqdan o'lib ketganlar tog'dek do'linib yotadi. Yosh kuchliklari bo'lsa har tarafga qochib yuribdi. Hammasi sizlarning urushga berilib ketganliklaridan bo'ldi. Nima ish qundaq deysiz? Hozir isklatlarda ochliqlik, g'azinlarda pul ko'p. Ammo sizli ochliq taqatmay, kun bo'yi haraq ichib tomosha qilib yuradigan amaldorlarni jazolamasizlar. Bu fuqarolarga ziyonkashlik qilganliklar bo'lmay nima? Aksisili fuqarolarni amaldorlarning o'limini ko'rib turib qutqazmadi deb og'irnayotdilar. Undaqda qo'l ostilaridagi amaldorlar ularni qutqizib baxtim. Sizli bakli tuturuqsiz kellar. Mana bu tuturuqsiz degan idiom haqidagi hikoya. Jumuguang fuqarolarni bayasha turmushga erishtirman deb turib, yanila o'z ishi bilan bo'lib ketib, fuqarolarni o'ylamadi. Ayni chog'dagi va'dasida turmadi. Buning o'z gapida turmaslik degan ma'nosimi bor? Kichik do'stlar, sizlarmi cho'qim degan gapinglarda ching turib, hargiz tuturuqsizlik qilmanglar. Bo'lmasa, sizlarmi do'stinglardan ayrilib qolasizlar. Keyin ko'rishaylik.